电视机前的观众朋友们，你们好！你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台和新疆博格拉文化传播有限公司联合制作的大型电视网络文艺节目《Paridio 丝绸之路之声》，我是主持人李嘉德。我们正在进行的是本节目的第二轮，也就是我们的对决赛。Salam, ekran aldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi ustozlar. Ko'rayotganinglar Urumchi radio televiziya stansi bilan Shinjang Bug'ra madaniyat taqiti chekli sherikda birlikda uyushtirgan cho'ng tipdagi televiziya to'r universal san'at programmasi Paridio 5-qaror Ipak Guli sadas programmasi. Men Nijat Vali Yaqub. Qadrli do'stlar, navbatda ko'rinishga ilinayotgani bo'lsa, 5-qaror Paridio Ipak Guli sadas programmasining 2-bosqichi bayga. Biz bugungi baygimizda Yangi Nur gruppasidagi mayirlarning mana mushu sahnadagi mahoratiga guvoh bo'lmoqchi. Albatta musobiqamizning texmi adil, shundaqla rostchilik bilan ilib berilishi uchun biz yana bosh ustozlarimizni, alohida maslahatchilarimizni naq maydonimizga taklif etib oldik. Ular bo'lsa Shinjang Uyg'ur Avtonom rayonlik Partikom tashviqot bo'limining sobiq muavin kuzatuvchisi, shundaqla Ipak Yo'li sadasi programmasining nazoratchisi Shinjanxo apandim. Sizni qizg'in qarshi olamiz. Davlatlik birinchi darajalik artist, tanglik naqshchi, Shinjang moda muzika jamiyatining muavin boshlig'i, Ipak Yo'li sadasi programmasining bosh ustozi, hurmatli Abdulla Abdurim apandim, xush kelibsiz. Davlatlik birinchi darajalik kompozitor, ataqliq naqshchi, Shinjang moda muzika jamiyatining muavin boshlig'i, madaniyat kasbidagi boshlamchi ixtisos egasi, mutaxassis Ablat Ablikim muallim, qarshi olamiz Ablatga. Shinjang san'at sho'yanining naqsh o'qituvchisi, lektor Ayshugul Muhammad xonim, qarshi olamiz muallim, xush kelibsiz. Zamonaviy muzikachiligimizdagi yangi yo'l ochquchi, yosh kompozitor, naqshchi, Mevlana ansamblının qurg'uvchisi Mevlan Mamtimin apandim, xush kelibsiz. Shinjang san'at sho'yanining yosh naqsh o'qituvchisi, yuqori ovozli ayol naqshchi Aygul G'ulom xonim, xush kelibsiz muallim, qarshi olamiz. Qanday yapavkam, tayyorliklarınız yaxshimi? Tayyorlikqa yaxshi edi, lekin shu sahnaga chiqqanda tamtirab, talab, biyaram bo'lib ketishimdan ansirayapman. Men ishildim avkam. Men bu Paridioniki tartib tush attiri. Men ishlasangiz sahnada talab biyaram bo'lmaysiz. Rahmat. Tabiiylik va soflikni asos qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tomonidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Shinjang Paridio savdo-chaklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Yaxshimsizlar ko'rarman do'stlar. Bu yoq bo'lsa bizning 5-qaror Paridio Ipak Yo'li sadosi Yangi Nur gruppasining orzu yetakchisi mening bir qo'saq inim Muhabbat Mamtimin bo'ldi. Yaxshimsizlar do'stlar. Ukam rahmat sana bu qatam shu bolalarni gruppalash, naqsh tanlash, ana keyindan shu bolalarning naqshini chalg'ulashtirish, naqshlarga yetakchilik qilish jihatlarda nurg'un xizmatlarni ishlab berding. Mening qo'lim ko'p yengilladi. Bu qatam seni tanlaganimdan men bak rozi bo'ldim. Rahmat sana ukam. Endi biz bu qatam muhabbat ikkimiz shu o'quvchilarni gruppalashda yana shu oldingi qatimliq Ipak Yo'li sadosidagi programmasidagi prinsipimiz bo'yicha qaysi ikki mayirni gruppalasak bir yaxshi naqsha, yaxshi o'rindilib, shu ko'rmanlarimizning esida qolg'idek, shularda yaxshi ta'sir qildig'idek bir naqsh bo'lib chiqadi deganni birinchi o'rin qo'yib gruppaladik. Mayli gruppalash, mayli naqsh taqsim qilish jihati bo'lsin. Shunda bo'lganda bizning mahirlarimizdan Mehmetcan Mecit bilan Akram Tursunni bir grup qildik. Bularning ovoz tusumi yaqin kelib qoldi ekan, naqsh aytish uslubim yaqin kelib qoldi ekan. Ondan ikkilisi yaxshi muzikantlar ekan bular-chi. Salam ustozlar, yaxshimsizlar ko'rman do'stlar. Bugun bizning Yangi Nur gruppamizning mahirlari sizlarga o'z naqshlarini aytib bermoqchi. Demak, bu bizning ekranda Yangi Nur maxsus soni bo'lib qo'yilgan Yangi Nur konserti desakmi bo'ldi. Men shu bizning mahirlarimizning kayfiyatini azodi tutib, o'zining iqtidorini eng yaxshi darajada joriy qildirishni umid qilmay shundaqla ustozlarimizning o'zlarining yaxshi ilhom madadlarini mahirlarimizdan aymasligini umid qilma. Unda bo'lsa bizning tuvanda maydonga chiqadigan ikki mahirimiz Akram Tursun bilan Mehmetcan Mecit.
Bularning aytib berdigan naqsning ismi Tushimga kir. 大家好，我是 Akram Mutwarson。Yaxshimisilar do'stlar, men Akram Tursun. 大家好，我是Mehmetcan. Yaxshimisilar? Men Mehmetcan bo'laman. Ipak yo'li sadosidan naqsham qo'yilgandan keyin atrofimdagi do'stlar bo'lsin, tuqqanlar bo'lsin, men bo'lgan qo'llashi texmo bir palla yuqori bo'ldi. Ondan keyin men bu qatim olib chiqqan naqsham ijodiyat bo'lg'achqa bu naqshni anglash qatim sonimi Ipak yo'li sadosi orqali texmo anglash qatim soni ko'tarildi. Hamda har qaysi supularda nihoyat yaxshi inkoslarni qabul qildim. Program qo'yilgan kunisi attiganda kechgacha telefon qabul qildim. Hammasi shu tabrik so'zlari, shundan shu ta'sirini nihoyat yaxshi bo'lganligini his qildim. Urug' tuqqanlarim hammasi shunday xush bo'ldi. Ma'dan jodim shunday yaxshi tilaklarni tilab uzatdi. Ammo shulardan suyundim. Bu qitim men bilan musobaqaga tushirgan Moyir bo'lsa, Mehmetcan Mijit akamiz nihoyat o'z yaxshi oq ko'ngil. Ustozningki yetakchilik ostida ikkimiz shu Abdulla Abdurim ustoz icra qilgan Tushimga kir temisidagi naqshini ikkimizga bo'ldi. Bu naqshni mashq qilish jarayonida yuqori ovoz bo'ligi bo'lsin, tuvan tarafda bo'lsin, o'zimizning nurg'un yetarsizliklarini bizning ustozimiz Bildadi hamda nihoyat yaxshi bilimlarni bizga o'rgatdi. O'zingizning mushir bika qolmasin. Shundaq bir narsa qilinglar bolalar. Bu yerdagi maqsad sizlarga shunday o'xshash aytib beringlar emas. Shunday o'zingizlarning xosligini qo'shinglar. Ancha ashtaq yengliklarni qo'shinglar. Sahnaga chiqishdan burun chuqur muqim qilib ol. Hamda shu naqshniki avjisidagi qiyin masalalarni hal qilish to'g'risida intayin yaxshi suhbatlar bo'ldi. Bu qitimliq musobaqada Mehmetcan akam bilan mushu naqshni eng yaxshi holatimizda ayta olsak, mushuni men eng cho'ng g'alabam deb o'ylayman. Akram ukam oxirida ikkimiz seni tirishayli, baliq kuchimizni chiqarayli. Chayo. Mehmetcan aka, tang tirishayli. Tabiiylik va sopliqni asos qilib ishlangan kozur mahsulotlari bilan har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb sifatlangan Xinjiang Pavideo xalqaro savdo cheklanish shirkati programmamizning tojdorligini oldi. Bu programmamizni rayonimiz yangi taratqu sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izlash app detali alohida talab qildi. Rayonimiz havasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi G'olluq korxona Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik cheklanish shirkati programmamiz bilan strategik hamkorlashdi. Bu programmamizda Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi, tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari, shunaqla tartuq yurishlik kolalari alohida qo'lladi. Albatta programmamizga sarton algat shifasi qatorliq patentlik, olqishliq mahsulotlar bilan har millat iste'molchilarining yoqtirishiga muyassar bo'layotgan Xinjiang Yengilnur Biofan Texnika cheklik shirkati alohida yordam qilgan. Biz mana shu munosabat bilan programmamizga yordam bergan, programmamizni qo'llagan, shunaqla programmamizga yaqin turayotgan shirkatlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Rayonimiz yangi taratqu sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izlash app detali Mayirlarga omad tilaydi. Binekte kilip beşinga kunup yüzünge telmürüp ötse idi ömrüm. Kepinekte kilip beşinga kunup yüzünge telmürüp ötse idi ömrüm. Nimedet kürüp men yanında turup çiçinni sılaşqa yetmeydi kolum. Nime dert kürüp men yanında turup çiçinni sılaşqa yetmeydi kolum.
Yüreğim çok, yüreğim çok. Düşümge gir canım, düşlerimge gir. Yüreğim çoktur, yüreğim çok. Düşümge gir canım, düşlerimge gir. Ayağın tegini seypap ötersun. Güynegin itegini suyudumaysa. Men şu bir giyakçe bulalmadım. Her kılgan sözlerim teger yüreğe. Men şu bir giyakçe bulalmadım. Her kılgan sözlerim teger yüreğe. Yüreğim çok, yüreğim çok. Düşümge gir canım, düşlerimge gir. Yüreğim çoktur, yüreğim çok. Düşümge gir canım, düşlerimge gir. Ömür karvan yıllarının koynunda dilimde pırar. Ötüp bardın ömür karvan yıllarının koynunda dilimde pırar. Sen bana armağansan, ben sana armağan. Kıyılarım korda yanar şam çırağı. Sen bana armağansın, ben sana armağan. Kıyılarım korda yanar şam çırağı. Kıyılarım korda yanar şam çırağı. Qo'lingizdagi nima fikam? Yaşın badam süt kuvvetişimdeki işkimizki birden içeceğine. Rahmat. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'o'lliq korxona Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik chekli shirkati mayirlarga omad tilaydi.
Xo'sh, ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, Yangi Nur guruhisining belgisi qizg'in kayfiyatda davom etyapti. Yuqorida bizning 2 nafar moyirimiz mana shu guruhga vakolatan sahnamizga chiqib, birlikda ajoyib chiroyli bir melodiyani bizga sundi. Abdulla akamning mushu naqshini boshqalarning o'rindishini anglagandan keyingi ta'siratini, shundaqla tavsiyasini anglab boqaylik. Oldingi qatimdagi musobaqa jarayonida mushu ishki o'quvchimiz bilan chiroyli naqshlari bilan ustozlarningki ko'nglini utgan. Ko'pchilik bunday yaxshi baho bergan. Mehmetcan yaxshi o'zining bir ijodiy asari bilan tunul ashta bo'lib ketgan. Yaxshi ijodiyatchi inimiz bu, umid bor. Kelgusida yana nurg'un yaxshi asarlarni, ijobiy xarakterda yetakchi rolni o'ynaydigan yaxshi asarlarni yaratadiganiga ishonch bog'lagan biz. Endi bugun men naqshini boshqa bir kishilar ishlagan naqshini aytibman, yana nayt yaxshi bizga omdan ta'sir berdi. Naqshi aytishni biladigan bo'likan. Biz endi buningga qo'l qo'ydik, dedik. Gapingiz bilan To'pash ustoz, bir savolni so'rag'imiz kelyapti. So'ra. Nurg'un ko'rmanlarimizning, to'rdoshlarimizning ham qiziqadigan masalasi ekan. Mushu ustozlar sahnada bir mahir o'zining naqsini aytib chiqqan vaqtida u mahirning shu naqshida xoslik yaratishini umid qilamdigandi yoki o'zi aytgandek holatda aynan holatda ifodalab berishini bakrak umid qilamdigandi deydigan savolga bak qiziqadi ekan. Masalan, sizning naqshlaringizmi bu sahnada ko'plab o'rindilyapti. Izchil turdi mahirlar nurg'un naqshlaringizni qayta aytib kelyapti. Siz shu naqshlarda bir yangilik bo'lishini orzu qilamsiz yoki bo'lsa men aytgandek holatda shuning o'xshash qiyofatda esa deb orzu qilamsiz? Tarixdan beri aytilib kelayotgan nurg'un naqshlar bor. Biz hozir davomli xalq naqshlari deb atab kelayotgan naqshlarımizmi nurg'un odamlar tomonidan aytiladigan naqshlar. Her birisining o'ziga tushlik hissiyoti bor, o'ziga tushlik ovoz tusi bor. Shunday uzun jarayonda aytilish jarayonida bir-biriga o'xshamaydigan azroq ta'm kirib uningga. Qo'shilib, puroqlari qo'shilib, texmi mukammal bo'ladigan narsa. Ijodiy naqshlarni o'zgartirish siyosati bo'lamdi. İcadi naqshlarmi qandaqdir bir boshqa bir dunyoning narsasi emas. Bilaverdi. Shu xalq naqshlarimi ayni vaqtda bu xalq naqshi deb tug'ilgan emas. U nurg'un davrning siniqini o'tgandan keyin uzilmay aytilib-chu, xalqqa yarab ketgan. Uzun mezgildan keyin biz uni xalq naqshisi deb atadik endi. Bu naqshlarmi balkim agar mushu bolalarga o'xshash yosh bolalar tomonidan qayta aytilib, ma'lum bir yerga borganda bu shu xalq naqshlariga o'xshash obro'ga ega naqsh bo'lishi mumkin. Shundaqla narsa. Shunga o'zgarish bo'lishiga yo'l yo'q desak yaxshi bo'lmaydi. Asosiy melodiyaga cheklanmaymiz. Chunki uni yozgan adam shunday yozgan. Lekin naqshchilarning naqsh aytmig'i u bir aytishlam emas. U bir mashina emas, ijro qiladigan. Bu bir san'at. Bu bir san'atchi. U cho'qim mush naqsh aytishni bir ijodiyat deb o'ylash kerak. Shuningga uni hissiyoti, uni ichki dunyosi o'zining naqshini ifoda etish kerak mazmun bilan, melodiya bilan birlashgan holda. Shunga men nuqtadan naqshida cho'ng o'zgarish bo'lib ketsa, ijodiyatchilarning fikri chiqadi bunga. Puroq, hissiyot, hayajon, imliqlar, hatto har bir nafaslargacha, nafasning ovozimi ommabop naqshchilikda o'miyo, shu yo'da deyishi. Bu narsa qo'shilish kerak deb o'ylayman. Rahmat ustoz, tushunishli bo'ldi menimcha. Bu ekran oldidagi san'at shaydolarga nisbatan yaxshi bir madad, rag'bat bo'ldi. Shundaqla ularning ko'nglini amin topqizdiradigan bir yaxshi javob bo'ldi. Undaqda bugungi shu 2 nafar moyirga nisbatan sizcha qaysi birisi sizning naqshingizni yaxshiroq holatda o'rindagandi? Mehmetcan shunday yaxshi aytdi. Akrammi menimcha nayt o'zgacha o'z hayojini bilan, o'z hissiyoti bilan aytdi. Bu ikkilisi davomli biz uchrab kelayotgan masalalardan bir-biridan farqsiz. Xo'sh, undaqda sizning tavsiyangiz? Men endi boshqa jihatda farqlantirolmay, shu yosh jihatda farqlantirib bularni. Shu Mehmetcanni tavsiya qilishni to'g'ri. Mehmetcanning o'zining obrazi Musajon degan ismga o'xshaydi. Musajon deganlik kelibdi. Biz shu Bug'ra shirkati bilan deyishib maxsus ism qo'yilgan programmadan birini ta'sis qilaydi. Menimcha qiziydi cho'qim. Bo'ldi, undaq bo'lsa sizning tavsiyangizdan xabar topdik. Shinjan Xon muallim, sizning tavsiyangiz? 这是一首爱情歌曲，意境很好，
你走进了我的梦里，非常好，关键是他们二位呢唱的也非常好，要我推荐呢，我看是更倾向于买买酱。好的，感谢老师的推荐。Ayşegül muallim. Bu nakşı emmizlik tunuşluq mı abay nakşı hakkında to'xtalib. Men bek yaxshi ko'radigan naqsha. Yana kelib bu naqshning xarakteri nafas talab qildi. Mehmetjon yoshi Akramdan cho'ngroq va ko'rgan sovrinlari ko'proq bo'lg'achqa naqsh ijro qilishdagi tajribasi mo'l ekan. Akram Mehmetjon yoshi kichik bo'lgan bilan lekin ijro qilishdimi o'zining yeshidan alqib ketgan bir qobiliyat bor ekan. Şuna ben Ekrem'ni tavsiye qilman. Rahmat, Irsamoğluq muallim, Ablet muallim. Bek çıraylık eğitti her işkilisi. Bu Purak elişte her işkili mayırına aitti. Mehmetcan'a gep ketmeydi. Ben aldığım nöbetlik şu basqıştılam, mayıllığımını, qayıllığımını bildiğen. Ekrem inimiz mi Ayşegül muallim degenidek özünün yeşidin alqıp ketken derecede naiti bir muqimlik bilen yani şunda özgüçe Mehmetcan bir xil naiti özgüçe ama Mehmetcan acayip çıraylık yani tatlıq bir icra qılıp davasak bu inim qopab yani özgü xas bir özgüçe tem bilen özgüçe xaslık bilen ayda icra qılıp bek çoğun farqsız gerçi yaş kiçik olsa mı aşındaq bir aletde icra qıldı. Şuna tavsiyeniz ahırqı tavsiyerim meni yanıla şu Mehmetcan. Mehmetcan. Aygül Hanım, sizden tavsiyeniz? Bizden ben nakşı eğitiş, bu ilgili fakat avazımızla ifadelangan narsa emas. Avazımız mı gerek, kol hareketlerimiz mi gerek, gözlerimizin tatı bizim bedenimizgacha bu ifadelash vositamız buldu. Ciddi yüyen deymiz. Endi ilgili hazırkı balalarımızda nima narsa bor ekan desanglar, ya ko'zini başına ya jumbilib lan hech kimga qarmayla aytadigan ish bor ekan. Yoki osmonga qarab oldi ekan, ilgili Guanzhongni men ko'may degan holatda yoki pastga qarab olib, yer qarab olib bilan aytishdi. Men do'y qilamayapmiz shu Guanzhonglarga. Amniyatda bizda xudung bo'lish kerakda. Mesela o'zimizning mashqida mayli ko'zimizni yumib, o'zimizning ichki dunyomizni qarab turib, o'zimizning xiyolimizni, tuyg'urimizni, o'zimizning ijodiyatini qayta turib isaq bo'laverdi. Lekin biz sahnaga chiqqandan keyin bu bir badiylikni yuqori ko'tiraman. Agar mush asarni men yaxshi o'rindab, mush xalq bilan rasmiy bir jerchu qilgan, xudung qilgan holatda aytman deyotganmiz. Mush ko'zimizning rolimi çoğun. Bu közümüz bivasita başqalar bilan uchrashib bizga shinqov qaytiradigan bir a'zoyimizchu. Shuningga men o'ylayman iloji bor mush naqshi aytayotgan vaqtida ko'zimizmi, badanimiz, qo'l harakatlarimiz, turish qiyofatimizdan tatib bir diqqat qilib ketgan bo'lsak, mushu ifodalashda texmi bir yuksak bir pallaga chiqqan bo'lardik, yana bir qadam yuqori o'rlagan bo'lardik degan bir orzuyim, umidim bor. Mening tavsiyalarim Mehmet. Rahmat, tushunishlik bo'ldi. Bu tavsiyalar balki Mevlana Efendimning eng oxirgi bir qarorini chiqarishiga yordamda bo'lishi mumkin va yoki Mevlana Efendimning bu bir qanchalik tarbiyalash jarayonida o'zining o'ylaganlari bo'lishi mumkin. Mevlana Efendim. Mening mushu ikki mahirim bilan bizning mushu aka inilik ustoz shogirdlik rishtimizni bog'laganmish Ipak yo'li sadosi programmasiga men rahmat aytaman. Biz haqiqatan ko'ngillik damlarni o'tkazdik mashqlar jarayonida. Bu jarayonda hamda Mehmetcanning iqtidorini shu birinchi naqshda biz hammamiz bildik. Ondan Akramga kelganda men Akramni yuzturani shu xizmat jarayonida texim yaxshi tushundim. Akramning maylimi kasbiy jihatdagi iqtidori mening o'ylagan yerimdan xilla malqib ketgandan boshqa bunun mijoz xarakteri bo'lsin, odamiyligi bo'lsin, bek esli yetgan bu. Bugungi naqshinimi ishqinglar men roz bo'g'dak, meni hayajonga sog'dak aytib berdinglar. Sizlarga rahmat. Qanday sizningki eng oxirgi qaroringiz bilib olaylik. Chiroyli kaptan yana ikki qiz qilaymi ya? Ya, rahmat bo'ldi. Xo'sh. Bo'ldi. Mening oxirgi qarorim
epizodidagi filmlar ilonsiz suzib yengilishsiz vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. İzlash tarjimoni davlat o'rtaq til yoziga o'rganishdagi eng unumli detal. 400 mingdan ortiq so'zlik ombir saqlangan. Aqliy iqtidorlik. İzlash kirgizgich qolaylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Öz əcri bilan hayotiy kuchi urg'ib turgan. Davlatning yeşil yemaklik ijozatnomasiga erishgan. Har xil yosh qatlamidagilarning ichishiga mos keladigan, menga quvvatlash ichimliklarini ishlab chiqargan Yoshing dorigarlik tibobat mahsulotlari zavodidan sovg'at. Yoshing badam yangoq meg'izi quvvat ichimliklari tabiatdagi soplik bilan quvvatning mujassimi. Yoshing badam yangoq quvvat ichimliklari. Taşkın demek vücudumga kuch quvvat. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşqunluq va ishonch Toshqindan boshlang'usi. Toshqin oqsil talqonlari. Sarton algıç pastasını bilemsiz. Sarton pastası Sayram Gölü'nün əvrişki elingan Tianshan soğuk su algısından işlengen patent hukukiga ega. Men Mevlan Memtimin. Sarton algıç pastasını her biringlarga tavsiya qilaman. Sarton tishni chimitish uchundir. Her günü kech sahar tong qo'limizda bor Sarton. Sarton soğuk su algıç pastası. Sarton algıç pastası qatarlıq patentlik oliy mahsulotlari bilan olqishga erishgan Xinjiang Yangnur biopantexnika cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Mehmetcan Mecit. Mübarek olsun. Mehmetcan'ın Yangnur grupsida muvaffaqiyat qildi 3-chi bosqich qadam qo'yganligini qizg'in tabriklaymiz. Tayyorligingizdan texnik yaxshi bo'lishini umid qilamiz. Rahmat. Aram og'ash do'stingiz bo'ldi. Adabsizlik olsun so'ray, qancha yoshga kirdinglar? Men 23 yoshga kirdim. 23 yoshda bu sahnada turib, ustozlarning oldida o'zining bir naqsini o'rinlash menimcha bu bir katta mahorat, ham bir qaltis jasorat. Shaxsan men balkim 23 yosh vaqtimda jur'at qilolmasligim mumkin-di. Bugun musha sahnada devilishga tegishli qanday yurak so'zlar bor anglayli. Albatta eng burun ota-onamga rahmat aytaman hamda ustozim Mevlan Memtimin ustozga o'sha yaqinda chapa chekdi. Bizga nurg'unlagan, biz bilmaydigan bilimlarni o'rgatdi, rahmat. Barliq ustozlarimga rahmat. Manachu. Sizga albatta rahmatim ko'p. Menga rahmat deb qo'ya. Abdullah tamamga rahmat aytamiz sizga. Barliq ustozlarga rahmat, sizga rahmat. Menga rahmat. Mush naqshini Nayetdi Mehmetcan akam bilan yaxshi etib oldik deb o'ylayman. Mushning o'zi men uchun eng cho'ng g'alaba deb o'ylayman. Menimcha Mau 23 yoshlik Akramni qara. Buning ro'yiga, buning mushu kichik yoshidagi qobiliyatiga, tamkinligiga bir xo'shallik badaqo. Men mushu Mevlandan bir so'rmoqchi, mush menga yaramdi zodi. Aka, men sizga chin dilimdan rahmat aytman agar shu qarorni qilsangiz. Xo'p, mushu Akramga biz bir fursat beraylik. Bu yana bir ma'sun deb o'ylab qoldim, qaranglar. Rahmat aka, rahmat. Programmamizning qoidasi bo'yicha Abdullah ustozning video guruhiga har bir guruhidan bir mayirni qutqizib elib kirish huquqi bor. Shu bo'yicha bo'lgan chaqda navbatdagi Yangnur guruhining baygisida asli sahnimizdan vaqtliq ayrilish oldida turayotgan mayirimiz Akramni hozir Abdullah ustoz o'z guruhiga shogirdlikqa, ya'ni o'z guruhiga mayirlik elib kirmoqchi. Bu bir katta xo'shallik bo'ldi. Muborak bo'lsin. Rahmat, rahmat ustoz, rahmat. Bo'ldi. Bunda Abdullah ustozni chinqirib bir quchoq bilan muborak bo'lsin. Xushobozlar saynasi, yipak yo'li sadosi, yipak yo'li sadosi, sevgining yo'q chegarasi. Xushobozlar saynasi, yipak yo'li sadosi. Adaş tayyorliklar yaxshida? Yaxshi adaş tayyorliklar bo'ldi. Saqlinglar sal o'sib qapti-ku. Voy, saqalni kunda elib, elim terlarim zaxmlanib adaş mening. Naq men yaxshi turibsizlar adaş, men sizlarga bir yaxshi narsa tavsiya qilay. Mana bu Paridioniki yüz yosh mazg'ib. Buningda yuzinglarni poklik joylaysizlar, ham saqlinglarni aqalli nayt qulaylik qila olasizlar. Siz tavsiya qilay, ishlatib qo'yinglar. Shunda yaxshimikan? Men bir sinab ishlatib baqsam bo'g'dek. Tabiiylik va soflikni asos qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan
Şinjan Payvideo Sodichaklik şirketi mayırlarga omad tilaydi. Andan biz şu muhabbatning maslahati bilan bizning Chingching degan mayirimiz bilan Shafqat Erkinni bir guruh qildik. İkisining nihoyat xoslik kuchlik mayirlar. Chingching ovozi bek o'zgacha. Andan Shafqatmo rapni qaltis aytadigan mayirimiz. Buning şu muzik tanlash, naqsh tanlash, andan naqshni chalg'ulashtirish ishlarini muhabbat o'z ustiga oldi. Biz Guangnian Zhiwei degan naqshni bular uchun tanladik. Bu naqshni hamda asosli naqshni aytish qismini Chingching o'z ustiga oldi. Ondan Shafqat o'tirisiga shu ijodiy holda rap qetib xil yaxshi chiqdi fikrim, xil yaxshi chiqdi. Davlat o'rtaq tildagi melodiya bilan Uyg'urcha rap ikkisi birga kelgandan keyin payzi chiqdi. Yangi Nur guruhimizdan navbatda maydonga chiqadigan ikki mahirimiz Chingching bilan Shafqat Erkin. Bularning aytadigan naqshisi Guangnian Zhiwei. 大家好，我是陈晨。大家好，我叫谢不开丽江，来自和田。yaxshi ko'pchilik mendan so'ng Shafqat Erkin, o'z yurtim Xotinda。自从之前的比赛过后呢，我的很多维吾尔族的朋友给我打电话还微信都联系过我，然后他们对这个栏目都是关注度很高，然后也期待我有更好的杰作。mayli uydagilar bo'lsin yoki do'st birodarlar bo'lsin yaxshi fikrlar talab fikrlar bo'ldi hammasi sharafni sahnaga chiqding deb 这次比赛呢怎么说呢就是因为对上一次的这个自己的状态不是非常的满意因为一开始还是没那么适应然后后面也是非常感谢麦乌兰老师在后面慢慢的就是把我带到这个比赛中的这种状态 Ben bu ikinci bosqichdimi do'stim Chenchen bilan bizga Mavlon muallim topshirgan naqsha Dengzichining Guangnian Zhiwei degan naqshini birga o'rindaymiz.有没有什么这个不清楚的地方？好。 多练一下，然后一定唱好自己的，我觉得特别好的一个节目。 Bu da Mevlam Valim bizga qaytadan qanday aytishni, hissiyotni qanday berishni naqshiga. Chenchen bilan ikkimizga xil ajrlar singdirdi. Bizmi ma'lumning umidan yad qo'ymaymiz. 也祝福 Chef Katy 在未来的这个说唱道路上越走越广，越走越远。Chenchen bilan bo'lgan hamkorligimizning yaxshi bo'lishini umid qilma. Chenchen jayo. Albatta 5. qarar Payvideo İpek Yılı Sadası programısında 1, 2, 3, 4 ve 5. boğam ayırlarımızgımı programı grup sınamıdın köngül soğulurumuz ba. U bosımı 1. boğam ayırımızını Şinjan Payvideo Halkara Sodichaklik şirketi 120 ming yuan kıymetideki avtomobil bilen tartıqlaydı. 2. boğam ayırımızda bolsa Şinjan Bilikyar Elektron Pantexnika Çaklik şirketi izdash aptitali 100 ming yuan kıymetideki avtomobil bilen tartıqlaydı. 3. boğan mahirimizni Şinjan Yaşın Tibbi Doğrugerlik Çaklik şirketi 80 ming yuan kıymetideki avtomobil bilen tartıqlaydı. 4. boğan mahirimizni Beijing Taşqın Xalqara Pay Kontrol Guruhi 60 ming yuan kıymetideki avtomobil bilen tartıqlaydı. Onun başka 5. boğan mahirimizni bolsa Şinjan Yenginur Biopentexnika Çaklik şirketi 10 ming yuan kıymetideki altın mikrofon bilen tartıqlaydı iken, şonlaşqa mahirlerimizin manımış sahında en qaltis maharatını namayan qılıp, katta mukapatlarını ilip, xoşal halda uyga qaytışını ümid qılımız, barlıq mahirlerimizga omad tilaymiz. Beijing Taşqın Xalqara Pay Kontrol Guruhi, Taşqın yürüşlük sağlamlıq məsulatları ve tartuq yürüşlük kolaları mahirlerimizga omad tilaydı.
qilding azar Toki bugungi qadar sen menga salmading nazar Talpinma har kuni sen ketgan yo'lingga talmirma Xuddi qalbim zimistanda navbarga talpingandek unima aymanima güzel ruhsarımni saygilima Irishim Majnun talchig'ini shamol so'zi yalpingandek Men xuddi erkilgandek chiqmas asli sho'q qo'zin Qulluqlarim bakli shirin muhabbatda o'zg'imidim Sen bilan o'tama, sen bilan kutma güzel arzu sen bilan yedim Shirin shikar so'zlarim bilan kecham yo'qqa yo'riqim edim Osh güzel kunlarim mendan tillak bilan yillar mudda Kichidan nisib tushgan yulduzlardan so'rayman Xiyollar real bo'lib arzularim alas boz Qaytib kelgan yo'llaringni men ko'kchechakka o'rayman Qalmayman purayman tabiiyligini sabilikini ko'lim ko'miga rapli meni nafs qiygan badiligini Bir güzel şeyligini qattiq qamati sarviligini Paqata ko'limdan g'ajasini suyman tabiiyligini Kimdirim arzuni so'zlari ko'zlarim aslim chiqmas ay kabi yusum Sizdim ko'zdim seni daqliman o'zimni tuzimda hamma tuzdim Bilmayman sen bilan bilaman kunni ko'tarmisan bu Vaqtingni so'rayman sen bilan baxt bayzi so'ralmisan bu Qanday adaş tayyorliqni yaxshi ketib boramdi? Aşqlar jafoliq adaş, charchashlar ig'ir bo'lib ketib bordi. Mana adaş, sartan olgan ichimdagi seninki harduqingni chiqarib kayfiyatingni ko'tarangi qildi adaş. Ala, sana rahmat adaş. Sertan algaç pastisi qatarlıq patentlik oliy mahsulotlari bilan olqishga erishgan Xinjiang Yangi Nur Biopan texnika cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Xo'sh, hurmatli ustozlar, ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, programmamiz qizg'in kayfiyatda davom etyapti. Hozir diqqatinglarda bo'layotgani 5-qarar Ipak yo'li sadosi programmasining 2-bosqichi bayga. Bu baygimizda Yangi Nur gruppasidagi chin bilan shafqatdan iborat ikki mayirimiz bir naqshini birlikda o'rlash orqali o'zgacha bo'lgan aytish mahoratini bizga namoyon qilgan bo'ldi. Qanundaqda ustozlarimizning tavsiyasini shunaqla eng oxirida Mavlon muallimning kimga moyilligini mushu sahnamizda birlikda ko'rib boqaylik. Aygul muallim. 有创新，而且晨晨的那个表现也特别稳定，然后 Shafqat 也是，两个人就是两个风格，两种表达方式，但是同样说的还是爱情。你们的情况，你们的导师最清楚。我现在的推荐就是晨晨。谢谢。好的，接下来我们再听一下 Ablet 老师的推荐。也是好的一个组啊，搭配合啊非常好啊，很欣赏啊，二位都表现不错。推荐晨晨。晨晨是吧？好的，感谢。徐老师。哎呀，两个都一个比就是太优秀，对，出色，就是太棒了。把他们两个都拿上不行吗？可以啊，这个我不期待这个机会好像再没有了。我就那个什么舍不得。
两位都舍不得，对，但是你只能推荐一位老师。对，哎呀，推荐吗？您懂得我们比赛规矩，就是知道，我就是按这个那个什么规矩，我选夏普卡。好的，感谢老师的推荐。接下来我们再听一下阿卜杜拉老师的推荐。特别好，可能我们这个年龄，我们小的时候，我们在年轻的时候，没有这样的组合，反正那个时候我们没见过。欣赏他们的这个感觉。Əməliyyatda bu ikisi jidal qilib qoldimi nima deymiz bizcha? Men shu bo'lsam, vaqirmay turaman, aytib olay, gapimni davolay deyman. Ya bo'lmasa, Chen。你先别说，住嘴！我要唱歌。他也是特别优秀的一个说唱艺术演员，我推荐他。陈老师，好，这个说唱艺术呢是一种新的一种艺术表现形式，而且呢，今天的舞台上呢是两种不同语言的一种说唱。配合，我觉得配合的非常好，动作各个方面我觉得非常到位，两人表现的都非常优秀，但是要2选1，我看是推荐陈。好的，感谢你们的推荐。接下来让我们郎老师给我们做出一个最终的2选1的一个决定。那我们先听一下苗郎老师的意见。首先感谢2位的精彩表演，我非常满意，特别欣赏，无论是声乐还是说唱，这是一个特别好听的，而且是非常流行的一首歌，我们。改编也改编的非常成功，我觉得。他以前没有这个版本吧？没有，就是带说唱的版本。说唱的歌词也是我们的小哥自己来写、自己来唱的。如果是说唱比赛的话，我觉得小哥是没有对手的。小哥现在那个说唱这方面的水平是，我觉得。非常高的一个水平，程也唱得非常好，所以我最后的选择是。İlliq uyga isil bezak, oltin uzukka yoqut ko'zdek mos keladi. Aziz tiningiz, bebaho umringiz, ko'rkam, orambaxish ham sizga xos qilib bezalgan uyingizda texmi qadr-qimmatli bo'lsin. Hashamatlik, ozoda va yep-yangi muhitni Xinjiang Gogo Xungla bezakchilik qurilish shirkati sizga bag'ishlamoqda. Uy bezashda men Gogo Xunglani tanladim. Rozi bo'lganligim uchun sizga tavsiya qildim. Gogo Xungla. Men har tong saharni dilkar kiygan holda kutib olaman. Sizga, bizga, millionlarcha qizlar qaddiga shuncha yarashgan dilkar menga shunchalik yarashdi. Dilkarning har bir fasonida o'zgacha madaniyat, har bir nusxasida xos bir latofat bor. Kuylarim xalqimga yoqsa deyman. Xuddi Dilkar menga yoqqandek. Dilkarga al havaslanib boqqandek. Dilkar. Halqish bizni texmi yaqinlashtirdi. Har bir olgan nafaslarim, besimlarimni yeniklatdi. Uning hidi nafaslarimni xushbiroq qilib, ishonchimni oshirdi. Sen bilan her uçraştığımda yedlerimden nasıl hoş bulaman. Sevginimde halkıştın yedalını kurayman. Halkış hoşbırak sevgizleri menin tanışım. Halkış. Şinjan halkış halkıra soğudu çekişir. Bazağa verip tartımı ele saklakandı sonunda tizlikte kaytıp keni işim mihmalla desem kola bulam şundak bulam. Yığızda açsanız da mükafat çıkıdı. Tartık kola. Sertan algı çiş pastasını bilemsiz. Sertan çiş pastası Sayram Gölü'nün əvrişki elinğan Tianshan soğuk su algısıdın işlengen patent hukukuğa ega. Men Mevlan Memtimin. Sertan algı çiş pastasını
her biringlarga tavsiye qilman. Sartan tishni chimitish uchundir. Her günü keç seher tang qo'limizda bor sartan. Sartan soğuk su algıç pastisi. Mening bir orzuyum bor. Buvamam kunda menga hamroh bo'lib o'ynasa deyman. Qaranglar, sizlarga nima yeb keldik? Dulkan Nobeyji. Kuchingizni tozalashda huzur. Nima yeysiz shu huzur. Kunda bir tal yeysiz, uyquni yaxshilaydi. Zehningizni urg'itadi. Uchayni yaxshilaydi. Uyquni yaxshilaydi. Yoshlik jilvasi, barg'ancha yashirsiz. Dilkan Nobeyjing. Taşkın demek vücudumga kuch kuvvet. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşkunluk ve işenç taşkından başlangıcı. Taşkın aksıl talqanları. İzdash aptitaldagi filmlar ilansız, süzük, yengilishsiz. Vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. İzdash tarjimoni davlat o'rtaq til yoziqi o'rganishdagi eng unumli detal. 400 mingdan ortiq so'zlik ombir saqlangan. Aqliy iqtidorlik. İzdash kirgizgich, qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Qiyofatimning yaqinlik bo'lishi uchun ortiq tashamga hech ehtiyojim yo'q. Ammo pokizlik, xushbiroq va uning eltisi bo'lish uchun obrazga mos kelgudek salobat bo'lish kerak. Salobat davrga mos kelgan bo'lish kerak. Meningcha erlarga mos keladigan pavidio bo'lish kerak. Pavidio erlar yurishligi. Pavidio. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik chekli shirkati mayirlarga omad tilaydi. Chang. 恭喜陈晨，谢谢，谢谢马拉老师的选择。Puldu Shafqat, undaqda albatta meni cho'g'ancha deydigan gaplar bor. Mushu ekran orqali balkim Ipak yo'li programmasini ko'rayotgan nurg'un to'rdosh do'stlar bor. Sizning agash kuchlaring bor, ham sizni qo'llaydigan finsi deymiz. Nurg'un mastanlaring bor. Shular deydigan yurak so'zlaring bo'lishi mumkin, ham mush fursatda ustozlar deydigan minnatdorliking bo'lishi mumkin. Anglab boqamdiq. Yaxshimisizlar ustozlar. Mala javob chekdinglar, rahmat. Malani mushta itiraf qilib qo'llab, yaxshi taklif fikrlarni berganliklaringizga xush bo'ldim. Men taxi yosh yana chiqa olmayman deb o'ylayman bunday sahnalarga. Mushu raplarni mushta yaxshi sahnalarga chiqa olganligimdan men faxrlanaman o'zimdan. Undaki ota-onam rahmat aytaman, undaki bizning guruhdagi Notlukam rahmat aytaman. Bak kuchi deyman bu sahnaga chiqish ishlarim bilan. Muallimga rahmat aytaman, musikamni ishlab kecha-kechalab musikamni tanishib, shuna chapalarni chekdi. Chiqib men qaytib kelma deb o'ylayman. Rahmat. Bu bir tafakkur talab qiladigan, yangilik talab qiladigan bir ijodiyat usuli. Albatta, mushu sohada yana davomli Shafqatning o'z yaxshi ko'radigan taxallus rangsiz shunami? Rangsiz taxallusi bilan davomli taraqqiy qilishini bo'lsa, taraqqiy qilib ma'lum bir bosqichga endi rangli ko'p ketishini, biz eng yaxshi ko'radigan ranglardan o'rin olishini umid qilamiz. Marhamat. İnsan degan hamon nima? Biz ko'playmiz shundan nima? İnsan degan hamon nima? Qanday ko'ryapsiz? Paridio Ipak yo'l sadosini ko'ryapmiz. Ha, buni nerdan ko'rdikmiz aka? İzdash aptitali degan aptitaldan ko'rdikmiz. Voy, bunda nasim bor-da. Buni qanaqa ko'rdikmiz? İzdash deb pinch bassanglam chiqadi. Rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan İzdash aptitali mayirlarga omad tilaydi. Endi biz mavo qolgan mayirlarimizdan Venira Yarmuhammad bilan Subinur Anvarni bir guruh qilgan to'q. Yana afsunlarlik yeri bizning Venira Yarmuhammad singimiz kelmaydigan bo'lib qoldi. Bularga biz mushu bizning muhabbat mamtiminning men bak yaxshi ko'radigan bir ijodiyati bo'pti. Vaqt tezroq o'tma. Bak payz naqsha bu. Mushu naqshni taqsim qilgan bu bolalarni yaxshi ko'rib o'rganganda
Hem de Epsus Venera kelenmeydiğen bu kaldı. Bunu Sübünür sınlımız yalnız eytido. Şundakla yanıla Abdullah akamның bir mahiri bilen rekabetlişip qaysining naqsi payz çıksa biz şunu tanlab alamiz. Növbetdeki meydana çıkıdığan mahirimiz bilen birge düşüdüğün mahirimiz kilenmegen boğaçqa tüngünki çekti atkan netice boyunca bugünkü mahirimiz şu Peridio grupusunun bir mahiri bilen ayrımda naqş etip peki qılmaqçı hemdi. Mesela şu Mehliya Merdan mahirimiz qani sahnege merhamet. 大家好，我是苏比爱你玩。Ekrandagi ko'rman do'stlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Subinur. Yaxshimisizlar do'stlar, men Mehliya Merdan bo'laman. Programma qo'yilib, mening naqsham chiqqandan keyin, mayli mening ota-onam bo'lsin, urug' tuqqanlarim bo'lsin, yenimdagi do'st birodarlarim va yoki xizmatdoshlarim bo'lsin, meni har tarafdan shunday yaxshi qo'llab-quvvatlab, yaxshi baholarni berdi. Notunush odamlar bo'lsin, shulardan tortib, nihoyat yaxshi fikrlarni ham baholarni berdi. Bundan men nihoyat xushal bo'ldim. Bu qitimliq 5-qara Ipak yo'lda talangandan keyin Öydkiler hem tuqqalarnınki yaxshi maqtishiga erishdim hamda qo'llashiga erishdim. Bundan keyingi bosqichlarda texim tirishib, ularning umidini, ularningki tilaklarini, yaxshi tilaklarini yal qo'ymaslikni umid qilman. Mayli men bu qitim kim bilan PK tushay, naqshamni yaxshi aytishga tirishaman. PK tushgan do'stimning yaxshi aytishini umid qilaman. Tabiiylik ve saplıqni asas qilib ishlangan kozur mahsulotlari bilan har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb sifatlangan Xinjiang Pavideo xalqaro savdo shirkati programmamizning tajdorligini oldi. Bu programmamizni rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izlash detali alohida talab qildi. Rayonimiz havasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi G'olluq korxona Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik shirkati programmamiz bilan strategik hamkorlashdi. Bu programmamizda Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi, tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari, shunaqla tartuq yurishlik kolalari alohida qo'lladi. Albatta programmamizga sarton olgach shifasi qatorliq patentlik, olqishliq mahsulotlar bilan har millat iste'molchilarning yoqtirishiga muyassar bo'layotgan Xinjiang Yengnur Biofan Texnika cheklik shirkati alohida yordam qilgan. Biz mana shu munosabat bilan programmamizga yordam bergan, programmamizni qo'llagan, shunaqla programmamizga yaqin turayotgan shirkatlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Gözün görmey
Növbətdə bizning Yengınur qrupimizdən meydana çıxadigan mahirimizning ismi Sübhinur Enver. Aytadigan naqshning ismi Vaqt tezroq o'tdi. Anlasam xoşallık işler badaydı o. Sen nereden aldın? Kulağın uzun kecima senin. Bu da tuğulgan balanga taşkın balla aksıl talqın hep geldim. Balanın texim yaxşı ösüp yetiliş için. Ale, rahmet. Beijing Taşqın Xalqaro Pay Kontrol Guruhi, Taşqın yürüşlük sağlamlıq məsulatları və tartuq yürüşlük kolaları mahirlərimizə omad tilaydi. Xoş, görürmən dostlar, mana sizlər anlap ötkəndək. Sübi bilən Məhliyar ikisi acayip çiraylıq naqşlarını oxşamagan yusunda bizə hədiyyə qıldı. Bu mu bir Yengınur qrupisidagi özgüçe bir orundaş şəkli oldu. Yani həmmisi öz aldığa özlərinin naqşlarını orundagan oldu. Qın ondaqda növbətdə tavsiyə basqışı ötüb getəyli. Aygül xanım. Sübinur'un icrası mən bəklam söyündüm, bək xoş buldum. Şunda sağlam, şunda pak kız. O çok alatda. Gerçi 4 graduslam ifadələş. Re mi şi. Aşnaqlam alatken, aşnaqlam aylanıp mağdı. Lekin şunda kiçik bir nəsini mi tatlıq özünün cayıda. Şuna umaqlıq qılıplam. Ornap bədi onun suyu avazdan mal sağlamlığı mı? Şundaq yaxşı ki.
Bazı bir üsluplarını Adile Sıdık'a okşutup kaldım bizneki. Aldı karar diye tek çoğan. Avazlısı okşap kaldı ki. Kıyafetleri mançımınca okşap kaldı ki insanları. Әмді бәкчақ балама мұсабыға деп çoğun əsərlərini özüge düşmey qalğan, qiyinlib kitadigan, canını qiyinab, gəlini qiyinab, aytadigan nəslərini tanlab alıdı. Onun üstüne səhnəyə çıxqandakı ciddiçilik, səhnənin aldıdakı ciddiçilik bilan qetib, gəlinin sağlam duruşuğa təsir etib qalıdı. Ma Sübinur'nunki ma naqsıda mən bək söyündüm, bək xoş buldum. Sizdən tavsiyeniz? Kiçik nəslərini omaq tatlıq orundalısaq bu bir qabiliyyət, iqtidar. Mənim tavsiyələrim Sübinur. Rahmat, sen olduk malum. Ablet efendim. Məxliyarınki biraz ciddicilik oldu. Akünsi ifadesi xəlil yaxşı. Biz oldu bilen şu naqşının üzünü nayet mükemmel, aynellik bilen icra kılıp vayığı yetkizip olganda anandakin qılıq çıqırıp özgüçülük xaslıqını anandakin yaratsak bu sel önümlük buludu dep qarayman. Əmdi mavu Sübinur alamet baya Aygül malum degendek naqşa bek çoğun Avaz dairesi mi kangra bek qiyinlik noktası emas, lekin özüge bek çıptı. Mening tavsiyelerim Sübinur. Aşkı muallim. Ben oylayma Mahliya muqamlarını icra qilganda çoqum başqa naqshlarni yaxshi ijro qila oladi. Onun ustiga Sübinur mening ko'nglimni xil hayajonlantirdi. Abaysiz degandek Adila Sıdık'nınki uslubu bor. Shunda. Shu nega furq kelyapti. Bugün əmdə mən özümdəki tavsiyelerim Mahliya. Rahmat, bursam bulduk. Bulduğun naqta Abdullah muallim. Qaranglar, bular aytgan naqshimi bir-biriga shunday yaqin. Mavo Mahliyar aytgan naqshimi bu naqshning o mening naqshammi? Burun men aytgan. Balkim 300 yil burun men aytgan. Yaqin qilmasligidagi naqshga olsa. Mushu Sübi aytgan naqsh bilan bu ikkisi bir-birini to'liqlaydigan. O vaqt ishtiroq o'sman bordim, ko'rishsam bo'ldi deydi. Bu kimmidan deyotgan bir naqsh. Va'da qilgandan keyin kelsa o'ldi deydi. Mushta bir naqsh. Uni ustiga ovoz doirasini qaranglar. Bu ikkili naqsh. Mushinchilik yedik naqshi bu. Buning nari tas ya yuqori ovoz yo'q, ya to'yanga tushib ketgan ovoz yo'q. Mushinchilik yerde o'qituvchilarni hayajonga selish bu ta'sirroq ish taxi. Nima uchun musobaqaga bular oldin qaradiki o'quvchilarni tanlaydigan musobaqada cho'ngroq naqshlarni ishlatamiz desa, bizning ovoz doiramizni tax bular bilmaydi. Shuning uchun tuni bor, yuqorisi bor, qiyinlik nuqtasi bor naqsh tanlaymiz. Ammo hozircha ma'lum o'zi sen budoman, shu naqshni aytib bersanglar bo'ladi. Mushningda sen menga qanchalik narsa ko'rsatyapsan deganda sabab bor, maqsad bor. Mushu doira ichida bu yana qanday hayajonlantira oladi degan gap. Menimcha cho'ng naqshga qaraganda taxi kichik naqshlarda odam qoyil qilish tasroq. Am sizning tavsiyalaringiz? Mening tavsiyalarim Sübinur am bu qolga yana jiq yotmayli. Ya jiqtirishim. Davomliq mushta naqshni aytamsiz ya bundan keyin bir adam bo'lib qolay deydigan yolimiz. Endi avzispan naqshlarni aytishtirishma. Shunday qiling. Bilam, shunda chiroyli ovozingiz bor ekan, nozukchu. Rahmat, xursand bo'ldik. Shi muallim. 您的推荐是？二位唱的都很好，各有各的风格。马克利亚唱的也是这个流行爱情歌曲，苏比诺唱的也是爱情流行歌曲，各有特点，唱的各有特点。但是我更倾向于苏比诺，他把这个流行歌曲真的唱的是非常到位，唱词跟他的表情跟他的动作融为一体啊，现代气息体现出来了。流行歌曲就要这么唱，而且我觉得这个唱得很成功。好的，我推荐苏比诺。好，感谢沈老师。Buldu, ondaqda Mevlana efendim. Ahırda sizin kararınızdan anlaşqa bək bitaqat bolduq. Hazır oxşumağan bahala, oxşumağan tanlaşlar buluvatıdı. Belkim bularning əmli ifadəsi adətdəki vaxtlardakı öyrəniş pozisiyasına nisbətən ko'nglingizda o'ylaganlaringiz bo'lishi mumkin. Va yoki bugun shu naq maydondagi ifodasi qarta bevosita qaror chiqaramsiz, so'zingizni anglaylik. Bu naqsha shu bizning Yangi gruppimizning bu qitimliq orzu yetakchisi Muhabbat Mamtimin efendimning chiroyli tatliq ijodiyatlarining birisi. Subinurmu Muhabbat akasining bu naqshini yaxshi aytdi.
Ondan bayam ustozlar degandek bu naqshning ovoz doirasi ancha keng emas, lekin cho'qim bir ifodalashni talab qiladigan bir naqsha. Subinurning bugungi ifodasidan men rozi bo'ldim. Ondan Mahliyar to'g'riliq men bakjiq to'xtalmasammi, ustozlarimiz Mahliyarning yaxshi taraflarini, ba'zi kamchiliklarini to'liq ko'rsatib o'tdi. Eng oxirida mening tanlashim İlliq uyga isil bezak, oltin üzükki yoqut ko'zdek mos keladi. Aziz teningiz, bebaho umringiz, ko'rkam, orambaxish ham sizga xos qilib bezalgan uyingizda texmi qadr qimmatli bo'lsin. Hashamatlik, ozoda va yep-yangi muhitni Xinjiang Gogo Xungla bezakchilik qurilish shirkati sizga beg'ishlag'usi. Uy bezashda men Gogo Xunglani tanladim. Rozi bo'lganligim uchun sizga tavsiya qildim. Gogo Xungla. Men har tong saharni dilkar kiygan holda kutib olaman. Sizga, bizga, millionlarcha qizlar qaddiga shuncha yarashgan dilkar menga shunchalik yarashdi. Dilkarning har bir fasonida o'zgacha madaniyat, har bir nusxasida xos bir latofat bor. Kuylarim xalqimga yoqsa deyman. Xuddi dilkar menga yoqqandek. Dilkarga al havaslanib boqqandek. Dilkar. Sertan algıç pastasını bilemsiz. Sertan tish pastasi Sayram Gölü'dün Everest'e elingan Tianshan soğuk su algısıdan işlengen patent hukukiga ega. Men Mevlan Memtimin. Sertan algıç pastasını her biringlarga tavsiya qilaman. Sertan tishni chimitish uchundir. Her günü kech sahar tong qo'limizda bor Sertan. Sertan soğuk su algıç pastasi. Taşkın demek vücudumga kuch quvvat. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşqunluq ve işenç taşkından başlangıcı. Taşkın aqsil talqanları. Bazaga berip, tartıqni elep, saqlaqanmısın dep tezlikte qaytib. Qani işim mehmolla desem, kola bulam şundaq bula. Dep bulab haşa qo'chganda. Yig'izni açsınızda mı kapat chiqadi? Tartiq kola. Öz əcri bilan hayotiy kuchi urg'ib turgan, davlatning yeshil yemaklik ijozatnomasiga erishgan, har xil yosh qatlamidagilarning ichishiga mos keladigan, menga quvvatlash ichimliklarini ishlab chiqargan Yoshing dorigarlik tibobat mahsulotlari zavodidan sovg'at. Yoshing badam yamoq meg'izi quvvat ichimliklari tabiatdagi soplik bilan quvvatning mujassimi. Yoshing badam yamoq quvvat ichimliklari. İzdeş aptitaldagi filmlar ilonsiz, suzuk, yengilishsiz. Vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. İzdeş tarjimoni davlat o'rtaq til yoziqi o'rganishdagi eng unumli detal. 400 mingdan ortiq so'zlik ombir hisoblangan. Aqliy iqtidorlik. İzdeş kirgizgich, qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Yıllık ikram hayatında kino filmlerdeki rollerini şu obraz bulup olmak geldi. Güzellikini, tabiatını, tabii sonrasında sürerken. Sınırlıkın bu şermin kamçalarını, tabii romanlarını, tabiatının soğuğusu sürüyor, sizden değilken. Yolun üstündeki şermin, gül gözünün cülalarını güzel. Sezgül, dalışın, müzdanızken, həssirə, müsud qoşulğan, təli günü bular. İkinci basqıçdan muvaffaqiyatli üçüncü basqıçqa qadam ağalıqını qızğan qutuqlaymiz. Hem tayyorluğunuzdan texmo puxta bo'lib, qiyliq darajasi texmi yuqorroq bo'lgan naqshlar bilan o'zingizga jang e'lon qilishingizni, raqobatchilaringizni utib chiqishingizni umid qilamiz. Sizga omad tilaymiz. Marhamat. Mahliyar, garchi
uzun yıl şu müzik kasbidan ta'lim olgan bo'lsak, balkim sahnaning ayvisi so'ri boshqa bo'lishi mumkin. Uning ustiga udulda o'ltog'ini boshqa odamlar emas, dal sizga yetakchi bo'layotgan va yoki uzun vaqt sizga dars bergan, hamda biz hurmat qiladigan san'at ustozlari. Shunlashqa balkim jiddiychilik bo'lgan bo'lishi mumkin. Mayli qandoqla bo'lishidan qat'iy nazar, menimcha bugungi mag'lubiyat atidagi g'albimiz uchun bir ul bo'ladi, bir palampay bo'ladi. Buni dastlab biz igizga o'rlaymiz. Sizning hozir kesayotganingizdan olaydi, ikki ig'iz minnatdorligingiz bilan qo'shilishaylik. Bu sende mayli shalinish olsun ya talinish olsun. Mush sen turib men ustozimiz Abdulla Abdurim ustozning mush naqshini aytganimga men shunday xo'sh, hamda keynimdan meni qo'llab kelayotgan ota-onamga rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Hamda shu ustozlarga ko'p rahmat aytaman. Yaxshi bir fursatda ustozlarning naqshingizni o'rinlash imkoniyatiga ega bo'ldingiz. Muborak bo'lsin. Sizni yana texim yaxshi sahnalarda uchratishga bitaqatmiz. Rahmat. İnsan degan hamon nima? Biz ko'paymiz shundan nima? Adan çoğunlar öbezdeyli degende yaxşıroq tavsiya qiladigan öbezekçilik şirketleri bormi? Ba. Şu Google xonli bezekçilik şirketiga basanlar bo'ldi. Uyni bek yaxshi bezaydi, loyihasi shunday yaxshi, bahosimi bek muvofiq, ham sifat kapolati bor. Shu yerga beringlarchi. Shu bizning Parido Yipak yo'li sadosining riyosatchisi Nijat Vali Yoqubmi shu shirkatda bezatgan. Ha, shundoq ekanda, rahmat. Ondan biz Olimjon Obliz degan moyirimiz bilan Irshad Jurat degan moyirimizni bir guruh bulduk. Bularmi ikkilisi muzikant bolalar ekan to'q. Bular muzikani chalg'ilashtirish ishlarini muhabbatning yetakchiligida o'z ustiga oldi. Olimjon muzikasini ishildi, Irshad gitarni chaldi, qolgan tangshak qog'oshlarini muhabbat qilib berdi degandek. Endi navbatda bizning Yangnur guruhidan maydonga chiqadigan ikki mohirimiz Irshad Jurat bilan Olimjon Obliz. Ularning aytadigan naqshisi Ranjimayman. 大家好，我是阿里木江阿布里兹。yaxshimisilar, men Olimjon Obliz。大家好，我是来自伊犁的歌手Irshad。yaxshimisilar do'stlar, men qo'ldan kelgan Mayer Irshad。Buda 5-chi qarorliq Parido Yipak yo'li sadosiga qatnashib, men ekran yuziga chiqqandan keyin bo'libmi ota-onam va urug' tuqqanlarim mendan intayin suyundi, xushal bo'ldi. Ular meni tiximi qo'llashga boshladi. Cho'nglar bo'lsin yoki urug' tuqqanlar bo'lsin, ularninki nihoyatda hayajonli qilkida va meni qo'llab, texim yaxshi etib solib, meni rag'batlantirishlar bo'ldi. Nurg'un birodarlarimiz ko'rib, jiqadamlar to'nigan bo'ldi. Shu vajdan Yipak yo'li sadosi programmasiga ko'pdan ko'p rahmatlarimni bildiraman. Bu qitimqi saniga Ranjimayman temasidagi naqshini Irshad Jurat saboqdoshimiz bilan birga aytadiganga ustoz topshirdi. O'zim ketdim bakira, qoldi senda yuragim, ko'zlaringga yashadim. Bir şey geçiyor. Uzatgan güzel, o'tdi shunda necha, senden javob kelmadi. Ma ishqillarning tayyorligining bo'shliqi yana chiqib qopti. Mayli bir keyin qadamga minglar cho'qim, mushu bir naqshanglar yaxshi chiqsin, o'zinglarning aloyligini, o'zinglarning nimasini yaxshi joriy qildirib, 10 naqsh aytib haqni izda qolmagandan shu bir naqshini yaxshi aytib, balki va ma bola mundaka degan narsani bildirish bak muhim narsa valloh. Jumov qilirim. Bu naqshini ustozning yanida turib, ustoz jiq mashqlar saldi, ko'plagan tajribalarni o'rgatdi. Ovoz chiqarishdagi qattiq yumshoqlik, hissiyot berish, ovozga jihatda nurg'unlagan bilimlarni o'rgandim. Ovoz chiqarish, ovoz kontrol qilish degandek nurg'un bilimlarni bizga o'rgatdi. Bu qitim bu naqshni yaxshi o'rganib, sahnaga eng yaxshi holatda chiqishimni ham Olimjon ikkimizniki eng yaxshi holatda etib tushishini umid qilaman. Natija muhim emas. Buda ustoz bizga belgilagan naqshini cho'qim mushu sahnada yaxshi ijro qilib, yaxshi o'rindab, bir xalq
yaxshi ko'ygidek bir naqsha qilib chiqarish uchun tirishaylik saboqdoshim Irshad. Olimjonga bu qitimliq musobaqada zo'r g'alaba bilan tilayman. Sahnada ko'rishaylik. Albatta 5-ci qarar Payvideo İpek Yılı Sadası programısında 1-ci, 2-ci, 3-ci, 4-ci və 5-ci boğam ayırlarımızgımı programı qrupsu namıdın köngül soğulurumuz ba. U bosımı 1-ci boğam ayırımızını Şinjan Payvideo Xalqara Sodi Çəklik şirketi 120 min yuan qiymetideki avtomobil bilen tartıqlaydı. 2-ci boğam ayırımızda bolsa Şinjan Bilikyar Elektron Pen Texnika Çəklik şirketi İzdeş Abditali 100 min yuan qiymetideki avtomobil bilen tartıqlaydı. 3-cü boğan mahirimizni Şinjan Yaşın Tibbi Doğrugerlik Çəklik şirketi 80 min yuan qiymetideki avtomobil bilen tartıqlaydı. 4-cü boğan mahirimizni Beijing Taşqın Xalqara Pay Kontrol Guroyi 60 min yuan qiymetideki avtomobil bilen tartıqlaydı. Onun başqa 5-ci boğan mahirimizni bolsa Şinjan Yenginur Biopentexnika Çəklik şirketi 10 min yuan qiymetideki altın mikrofon bilen tartıqlaydı ekan. Şolaşqa mahirlerimizin mana şu sahında en qaltis maharatini namoyon qilib, katta mukofotlarni ilib, xo'shal holda uyga qaytishini umid qilamiz. Barliq mahirlerimizga omad tilaymiz. Özüm kettim bekira kaldı sende yürürken gözlerine yaşını uzatkandın güzel öttü şunda necay senden cevap gelmedi ayrılmayız degan bergen va'dam şu miydi ranjimayman hergiz ayrılganga senindin bul diyemde kıyda kütmeymen senindin ranjimayman hergiz bu ayrılganga senindin bul diyemde kıyda kütmeymen Kettim bekira kaldı senden yürügüm gözlerine yaşalı uzatkandın güzelim öptü şundak necay senden cevap gelmedi ayrılmayız diyen bu vergen vada şu ranjimayman hergiz ayrılganga senindin oldu hem de kıyda kütmeymen senindin ranjimayman hergiz mu ayrılganga senindin bol diyemde
kiyimni bek yarashtirib kiysiz. Qaysi markadagi kiyimni kiysiz? Ben odatda tilkar kiyimlerini kiyiməm. Bu tilkar kiyimler hem de hanım kızlar şundaq yarışıdı dep oylayman. Hem bek süpütümü bek yaxşı. Onun üstü şunda yarışımlıq. Rəxtlərindəki süpütümü bek yaxşı boğaçqa mən şu tilkar kiyimlerini kiyishni yaxşı görməm. Mən bu şeye berib körüp baxsam boldu ki. Körüp baxan şundaq nurgun pasondur ba. Rəhmət ustazlar, şunaqla ekran aldıq ki, əziz görmələr, şu dəmlərdə dextanladı bulatqını. 5-ci qarar Pəvidiyo İpək Yolu sadasının 2-ci basqıcı bəygə. Növbətdə Yığınur qrupusidagi yana 2 nafar mayirimiz bir naqshni o'rtaq tamomlash orqali o'zlarining naqsh etishdagi mahorati, ovoz tusi shunaqla bugungi ifodasini bizga namoyon qilib berdi. Bundaqda yuqoridagi naqshni anglagandan keyin ko'rmalarimiz huzurlangan bo'lsa, bizning yetakchi ustozlarimiz kimni tavsiya qilish haqida ma'lum o'ylarga kelgan bo'lishi mumkin. Birlikda anglab boqaylik navbatni. Ablat ustozga beraylik, marhamat. Irshadninki oldingi navbatlik bizga qoldigan ta'siri qarablam, eliqqa irshad ikimiz deb bilgidek bir ta'sirini qoldirib chiqib ketgan yaxshi inimiz bu o'zi gitarni olib, ismida bormi ekan? Nayt yaxshi. Amaliyotda Olimjon mushu naqshning asli holatini ijro qilishni asos qilib turib, o'zining xosligi, o'zining alohidaligi qatilmadi emas, aniqlik qatildi. Ya'ni farqi bor, aslidagi bilan xoslik bor, farq bor. Lekin hamda ma irshad inimninkidimi xato demayman, lekin sal ortib ketgan ba'zi bir mushu ma'noqshiga nisbatan-chi. Aştaq bir taraflar bor deb qaradim, lekin ijroda sifatda masala yo'q. Meningki tavsiyam Olimjon. Rahmat. Xursand bo'ldik. Xo'sh, Ayshigul ma'lumot, sizning tavsiyangiz? Mening tavsiyam Olimjon. Olimjon bo'ldi, shundami? Rahmat, xursand bo'ldik. Undaqda navbatda biz Aygul ma'lumot tavsiyasini olib boqaylik. Mening tavsiyalarim hamda ko'proq mushu bolalarimiz şu məşqni köp qilib, məşq orqali o'zining badaniga bek o'zlashib, bek singib ketgan vaqtida, andan tabiiylan ashtaq bir turaqlar, tabiiylan bir hissiyotlar, tabiiylan bir chiqqan ovozlar bor. Uni biz his qilib tura olamiz. Undaq chiqib ketsa, uni biz qabul qilayotganmiz ham bizga bek yoqadi ekan. Lekin agar qo'yida uni qasdanlik bilan bo'lmagan bir narsani qilib qo'ysak, qetib qo'ysak, bizmi bir yaram bo'lib qoldik ekanmiz. Endi mening tavsiyalarim Olimjon. Rahmat. Muallimning tavsiyasidan xursand bo'ldik. Qanondaqda shu muallim. Mening tavsiyam Ilshad. Ilshad. Abdulla ustoz. Cho'ng ish yo'q. Bu ma nayt hayajon bilan aytdi, qaranglar. Olimjonda texmi chataq yo'q. Mening tavsiyalarim mavi Mirg'iyos. Mirg'iyos. Mirg'iyosga. Irshad. Irshad. Rahmat, xursand bo'ldik, Mavlanka. Irshad mushu ustozlarning baholarini anglading. Andan mening sana deydiganim ancha o'xshamaydi, qara. Sen 18 yoshga kirding. Sening ugundigan, buzib tuzaydigan bangmashroq bo'ldigan kasbda xatolashga jur'at qildigan vaqting, qara. Men bugungi sening shu ahangni shu o'zgartishlaringdan, hatto ba'zi shunda qattiq yumshoq aytib, ba'zi yerlar gaplarni yutirib etishingdan men bek zo'qlandim bugun-chu. Rahmat ma'lum. Men mushuni yoqtirman. Sendek yoshlarning mushundaq bo'lishini ash ko'ni yo'lda mengayvermay, har xillar yangi ishlarni sinab beqishini, shu orqali yangi bir yo'llarni vujudga chiqarishni men umid qilaman. Rahmat ma'lum. Olimjon endi shu asliga sodiqroq aytdi, bu chiroyli aytdi. Hozir men uqmadim endi qanday qilishni. Ya Abdulla akamga akam abi balamni qutqizalang degilar texi bo'lmaydi. Kel birodarlar, qo'linglarni bersanglar. Deb bo'ldingda. Mavlon muallim, navbatda sizning Yangi Nur guruhida beygi bosqichida tanlab qolmoqchi bo'lgan mahiringiz kim bo'ldi ekan? Rahmat ukam, mening eng oxirgi qarorim Olimjon Abdul. Muborak bo'lsin. Olimjonning 3-chi bosqichga muvaffaqiyat qadam bosganligini qizg'in qutlaymiz. Ham shunday tayyorligini qutli bo'lishini chinligini umid qilamiz. Aram og'ash do'stingiz bo'ldi. Rahmat ustozlar, rahmat. Ershaddan suyungan nurg'un ustozlar bor. Ershadga o'z nuqtai nazari bo'yicha ta'lim bergan ustozlarimiz bor. Mayli qandoqli bo'lishidan qat'iy nazar, bugun Ershadga nisbatan bu sorun, bu sahna bir o'g'inish maydoni bo'ldi. Mavlon muallim aslida hayotiy kuchga to'lgan,
yoshlik jasorati urg'ib turgan, yangi tafakkurga to'yingan yoshlar bilan hamkorlashishni, ular bilan bir ish qilishni bak yaxshi ko'rdi. Shunday bo'lgan ekan, menimcha bugun gerçi bizning natijamiz Ershaddan kutgandek bo'lmasa-mu, ammo Ershaddan Mavlon muallimning ustoz tutganligi buningdan texim yaxshi hamkorlik fursatlaridan bizga derak berib turyapti. Ershaddan bu natijadan toza xo'shimg'anligini his qilyapman. Gerçi o'zimizga tasalli berib, har ishga tayyorligimiz bor degan so'zni doim o'zimizga amro qilsaqmi, biroq naq beshimizda bo'lganida balkim ko'nglimiz azroq yerim bo'lib kelishi mumkin. Hozir hissiyotini anglab boqaylik. Oldi bilan shu Ipak yo'li sadosiga barliq ustozlar qizg'in rahmatimni, hurmatimni bildiraman. Mavlon muallimga ko'pdan ko'p rahmatchiq jafolarni tatdi. Shuning bilan birga meni biqib cho'ng qilgan opamga cho'nqir rahmatimni bildiraman. Ustozlarga rahmatimni bildiraman. Bugun men hech qanday afsuslanmayman. Men 18 yosh mening mangadigan 28 yosh, 38 yosh, 48 yoshlarım bor. Men bugun yana bir yangicha müşahidesizlarga bir naqshani aytib turganimda men nayt xushal. Yaraysa. Ovozdan chiroy turqidim, hargiz 18 yosh chiqmaydi. Menimcha bundan keyin biz bilan Ershaddan uchrashadigan sahnalarimiz bek ko'p bo'ladi. Chunki Ershadda hech kimda yo'q va yoki nurg'ullarimiz ketkizib qo'ygan bir boylik bor, u bo'lsa yoshlik. Yoshlikdan iborat shu boylikni qadrlab, texmi yaxshi o'zingni jilolantirishni umid qilamiz. Abdulla akamning so'zi bor o'xshaydi. Yo'q, boshqa gapim yo'q. Seninkiga qo'shilaman. Xo'sh. Bunda 18 yoshlik chiroyli bolani obdan asrab biz buningda yaxshi mevalarni tetishimiz kerak. Hadi zo'r umidlar bor Ershadniki. Hozirgi bu holatidagi bu ahvollardan bundan keyin qolib ko'zimiz yetdi. Xo'shalliqligidan sana rag'bat bergan akalarim bilan ustozlar bilan bir quchoqlashib qo'shilishib ol. Rahmat sana. Sen degan armonimni skeptaymiz shunaqanime. Sadası, süygünün yok cigrası, hoş avazla seynası, İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, süygünün yok cigrası, hoş avazla seynası, İpek yolu sadası. Gümüş bağlar şu bizi, nur kaydı bu yüreğe. Büyük karvan aman yeter ileke. Büyük karvan varisi aman yeter ileke. İpek yolu sadası, süygünün yok cigrası, hoş avazla seynası, İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, süygünün yok cigrası, hoş avazla seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, süygünün yok cigrası.